Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Qayerdan bo'lasiz? Qashqadaryo. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchi savolim, ota-ona farzandiga qattiq qo'l bo'lgani yaxshimi yo erkinlik bergani yaxshimi? Endi siz qaysi ma'noda aytyapsiz? Qattiq qo'l. Albatta, ota-ona farzand tarbiyasi uchun eng muhim shaxs hisoblanadi. Ota-ona qattiq qo'l bo'lmaydi hech qachon. Ota-ona farzandga nima yaxshiligini biladi, bilgani uchun gapiradi. Sababi, qarang, oilada misol uchun farzand balog'at yoshiga yetish degan narsa bor-da. O'sha davr ota-ona uchun eng qiyin davr. Chunki farzandni atrofidagilarning kimligini bilmaydi farzand. Ota-ona esa o'shani nazorat qilishga harakat qiladi. Misol uchun atrofingizda men o'smir yoshdagi bolalar atrofida har xil insonlar, misol uchun og'ayni, oshna og'aynilari bilan yuradi, narsa qiladi. Ko'chada har xil holatlarga tushib qolishi mumkin. Ichadigan, chakadigan. Mana shunaqa bolalarga qo'shilib qolishi mumkin. Ota-ona buni nazorat qilishi kerak. Sababi ota-ona o'sha anaqadan pokoleniyadan o'tib bo'lgan. Farzandi o'sha narsaga tushib qolishini xohlamagani uchun anaqani ushlaydi. Ko'p farzandlar shu narsani tushunmaydi-yu. Misol o'ylaydiki, menga qattiq qo'llik qilyaptilar, onam, otam. Bu xato narsa-da. Misol uchun любой ota-ona farzandiga baqirgan narsa qilgan paytda ota-ona farzand o'ylaydiki, где-то meni yosh bola ko'rishyapti, meni farzand o'zini ulg'aydim deb his qiladi, katta hayotga tayyorman deb his qiladi, ya'ni meni yosh bola ko'rishyapti, demak men tengqurlarimdek bo'la olmayman. Ular misol uchun ichib chakib yursa ham, ko'chada kechasi 12-1 gacha yursa ham hech kim nazorat qilmaydi. Chunki ularni oilasida muhit tarbiyalaydi-ku. Balki undan oldingi avlodida ularda mana shunaqa uzilish bo'lib qolgandir. Mana shu uzilishni yo'qotish maqsadida ota-onalar qattiqqo'llik qiladi. Qattiqqo'llik qilmasa ham, o'sha farzandga yaxshiroq tarbiya beraman degan ma'noda qilsa ham, biza ya'ni farzandlar uni qattiqqo'llik deb qabul qiladi-da, ayrim farzandlar. Lekin o'sha ming oshna og'ayningiz bo'ladimi, yo yaqin ko'chadagi yaqin akasi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ota-ona o'rnidan bosa olmaydi. Misol uchun telefon olasiz, yangi, eskirsa yangisini topishingiz mumkin. Yo bo'lmasa pulingizni yo'qotib qo'ysangiz, ishlab pul topishingiz mumkin. Mashina urib olsangiz yoki yo'qotsangiz mashina topish mumkin. Oshna og'ayni ham topish mumkin. Lekin ota-onani topib bo'lmaydi. Shuning uchun ota-onaning qadriga yetish kerak. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat intervyu uchun. Charchang. Bo'ldimi?